Davlat xizmatlarining yonidan sotiladigan 4 qavatli domni 4-qavatda joylashgan kompaktnigina kamolatni uylari deyiladi. Yangi domlarda sotiladigan joyimiz bor. Bu asosiy eshigimiz. Asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan bu tarafda oshxonamiz va sanuzelimiz joylashgan. Bu tarafda 2 xona mana. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz ichma-ich joylashganligini aytdim. Mana shu xonadonimiz sotuvda. Qoladigan narsalar mana shu konditsionerlarni sizga qo'shib tashlab ketishadi. Televizor olib ketish ekan. Keyin kir mashina bor ekan. Mana kir mashinasi va bu tarafda xolodilnikni olib ketgan. Bu yerda sanuzellar bitta joyda joylashgan bo'ladi. Hamma narsasi yaxshi holatda turibdi. Duh konturning kotollari bor, isitish tizimi bor. Hamma narsasi yaxshi holatdagi uyimiz sotuvda. Oshxona narsalariga ham bitta baho berib qo'ysalaring bo'ladi. Oshxonalar ham chiroyli yana ekan. Mana shunday uy olaman deb yurgan tanishlarga, arzonchiroq uy olaman deb yurgan tanishlarga davlat xizmatlarining yonida sotiladigan uyimiz. Narxi keladigan narxini 365 millionga gaplashib qo'ydik. Yana ozgina sunnatga o'tib beradigan joy bor. Kelib bosyorsangiz bo'ladi. Pastga nomerlar qoldirib, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.